Dr. Muhammad Rotib Nobulusi yozadi. Agar insonlarning eng baxtlisi bo'lishni istasangiz, boshqa odamlarni xursand qiling. Shunda siz ham baxtli bo'lasiz. Zero Robbimizning go'zal ismlaridan biri Shakur, ya'ni ko'p shukr qiluvchi bo'lib, u zot qilingan bitta yaxshilikka 10 tadan 700 barobargacha, hattoki undan ko'proq ham savob beradi. Insonlarga, hayvonot va nabotot olamiga qanchalik ko'p yaxshilik qilsangiz, shuncha o'zingizni baxtli his qilasiz. Agar bir qiynalgan oilaga yaxshilik qilsangiz, oila a'zolarining, ayniqsa yosh bolakaylarning tabassumi sizni qanchalik xursand qiladi. Bir kam ta'minlangan oilani bilaman. Oila boshlig'i ota og'ir betob edi. Yuragini muolaja qilish uchun katta mablag' talab qilardi. Har gal uni ko'rgan uyiga borar ekanman, oila a'zolarining g'am qayg'uga botgani, jajji bolajonlarning ma'yus ko'zlariga guvoh bo'lardim. Bir badavlat odam muolaja pulini to'lab berdi. Muolaja yaxshi o'tdi. Oila boshlig'i sog'ayib ketdi. Ziyorat qilgani borsam, uydagi holat butkul boshqacha. Ayniqsa bolajonlar nihoyatda xursand va quvnoq edi. Buni ko'rib ko'zlarim quvnab ketdi. Odamlarning og'irini yengil qiluvchi, ularga dalda bo'lib, ularning qalbiga xursandchilik kiritadiganlarning Alloh taoloning huzurida martabasi balanddir. Agar eng baxtli inson bo'lishni istasangiz, odamlarning qalbiga xursandchilik kiriting. Shunda Alloh taolo ham sizni xursand etadi. Zero Robbimiz shakurdir. Unutmangki, baxt mol dunyoning ko'pligida emas. Baxt Alloh bilan bo'lgan aloqangizdir. Do'stlarimdan biri o'zi guvoh bo'lgan ushbu voqeani so'zlab bergandi. Xizmat safari bilan xorijdan yarim kechasi soat 12 larda uyga qaytarkanman. Yo'l chekkasida bolasini ko'tarib yig'lab o'tirgan ayolga ko'zim tushdi. Ularga yaqin borib, nima bo'lgani haqida surishtirdim. Ayol farzandi bemorligi, isitmasi 42 ga ko'tarilganini, turmush o'rtog'i vafot etgani va yaqin tanishi yo'q musofir ekani haqida aytdi. Imkon qadar yordam berdim. Bir kasalxonadan boshqa shifoxonaga olib bordim, bir qancha dorixonalarga yugurdim. Nihoyat bolakayning issig'i tushdi. Soat ertalabki 5 bo'lgandi. Bir qiynalgan odamga yordam berganimdan o'zimni nihoyatda baxtli his qildim. Go'yoki jannatda yurgandek bo'ldi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida e'tikofda o'tirardilar. Ko'zlari bir tushkunlikdagi kishiga tushdi. Uning oldiga borib, "Nega mahzun ko'rinasiz?" dedilar. U, "Qarzlarim ko'payib ketdi, qaytarishga mablag'im yo'q, shuni o'ylab g'amga botdim" dedi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu, "Men qarz olgan odaming bilan senga muhlat berishini so'rab gaplashib ko'raymi?" dedi. Haligi kishi, "Mayli, iltimos gaplashib ko'ring" deb javob berdi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu darhol o'rinlaridan turib tashqariga chiqdilar. Odamlar, "Ey ibn Abbos, e'tikof o'tirganingiz yodingizdan chiqdimi?" dedilar. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu, "Yo'q, aslo unutmadim. Lekin Allohga qasamki, bir birodarimning hojatini oson qilish, uning qalbiga xursandchilik kiritish yo'lida sa'y harakat qilishim men uchun bir oylik nafl ro'za va masjidda e'tikof o'tirgandan afzaldir" dedilar.